Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga men Surtik gazetchini. Bugun biz introni qalay жасау kerakligini o'rgatib bo'lamiz. O'sha videoga like bosinglar, anaqa yozinglar. Al biz короче videomizni boshlaymiz. Короче do'stlar, eng alg'ishqi bizga introni жасау uchun Panzoid degan sayt kerak bo'ladi. Bu ya'ni Panzoid o'sini intro sizdan kichkina narezkalar, ya'ni kichkina videolarni жасауga arналgan sayt. Bu yerda doim introlar o'ta ko'p. Misol qarangizlar, Creations'ga kiramiz. Yana bizda top degan number intro do'stlardan doim introlar. O'shalarni olsangizlar bo'ladi. Misol top deganga kirib ko'rik. Top deganda misol bunani ko'ramiz. O'sini ko'raylik. Tanlaysizlar, odan keyin Open in Clip Maker deganni bosamiz. Yana de kichkina kutamiz. Odan keyin biz endi yerda o'zini ko'zning surati turadi. Ko'zning suratini bosamiz. Yana o'ynatamiz, ya'ni mana play deb bosamiz. Bu sizga intro o'rnatadi-da. Odan keyin mana yerdagi boxga kiramiz. Unda qarab chiqamiz. Yana o'sha yerdagi you degan misol, mana yerda you deb tur. Bu ya'ni ustundagi so'z. Aslında name deb tur, aslında so'z ko'rdingizmi? O'sini ustun bosamiz. Odan keyin you degan ustuna o'zimizning kanalingizning atini yozasiz. Misol, men Surtik deb yozayin. Odan keyin enter deb bosamiz. Yana you degan biz endi ortiga ko'linkka solib qo'ydi. Uni da you deganda bitamizda bitib avustiramiz. Odan keyin name degan bizga qo'yib qo'ydi-da. Name degan yerga misol biz ne deb yozsak bo'ladi? Name degan yerga YouTube deb yozaymi ba? YouTube. YouTube. Odan keyin o'sha yerga YouTube deb misol qiziqqa-da, o'zlaring qanday bu yiqilik qo'l yerda arasida o'sini bir so'zlik qana bo'ladi, sonda ko'rsangizlar bo'ladi. Endi o'sni jazib bo'lib enter deb bosamizda, odan keyin play deb bosak, ko'raylik qanday bo'lib chiqdi ekan. Ko'rdingizlarmi? O'ta kerak bo'lib chiqdi ya. Yana nechta shrift anavni barini o'stirib bo'ladi. Odan keyin barini jasab bo'lgandan keyin nechta жүктейтін osындай download degan knopka bor. O'sini bosamız nechta formatni tanlaymiz. Bizda MVK ni tanlaymiz. Yana de Balancer, yana start video render. Yana загрузканы kutamiz. Bu skachat etilib жатқан кезде sizlarga bir narsa aytib ketayim. Bu Panzoid sayti, ya'ni skachat etgan любой video MKV, MVK или o'shanday formatlar yoziladi. Bu format ko'p video redaktorlarda, ya'ni montajlaydigan приложенияларда ашылмай жатады. Bu ошибканы жөндеу үшін bizga YouTube көмектеседі. YouTube'ga videomizni жүктейміз. Және одан кейін сол videomizni qaytadan skachat etamiz. Ол үшін осыны YouTube жаңа сайтқа кіреміз да, өзіміздің videomizni қараймыз. Және жоғарысында YouTube деген осыны ссылка деген жерге YouTube деген алдына екі рет S қоямыз және enter деп басамыз. Одан кейін бізде видеоны скачать ететін сайтқа лақтырады және де ссылка автоматически қойылады. Қазір кішкене күтейік. Мысалы осындай да жаңа толпаға видеода және скачать дегенде басамыз. Сол кезде бізде MP4 форматта скачать етіледі және ол формат любой видео редакторда ашылады. Яғни осы скачать етілген кішкене күтейік және де sizlarga ko'rsatib jiberaman, мысалы qanday introlar мысалы men жазадым. Достар, sizlarga мысалы ішінен бір любойнен өзіме ұнағанын таңдап, sizlarga осы тұрғанда жасап, скачать етіп, міне MKV деген форматта тұрды. Қазір sizlarga осыны қалай шыққан қазір көрсетемін, қараңыздар. Көрдіңіздер ме, осындай өте простой интро шықты. Егер бұл видео сендерге ұнаса, лайктарын басыңдар, арнаға жазылыңдар. Сендермен болған мен Surtik, аман сау болыңдар.